Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorvoshku bozor kanali a'zolari bugunga mana qo'chqor so'lib zo'ridan so'raganlarga arashab, toza arashandan Qirg'iziston Bishkekidan o'tgan simjun deysizmi, gavdasi bor deysizmi, zotga bolasini yillar davomida olib yuradigan zo'ridan tozasidan keldi mana. Yuzlari tinig'idan, chiroylisidan. O'zi bir partiya. Ulgurib qolamiz akalar. Xudo xolasa mana birda ikki qiladigan zo'rlaridan. Xo'p. Soni 25 dona. Soni 25 dona. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar, ishlaringni bitiramiz. Xudo xolasa 2026-yildamiz. 26-yanvar. Mana akalar. Xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tishlari 4 tish, 6 tish. Hammasi 100% bo'g'oz. Inshaalloh kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 25 dona soni. Jannat. Mana akalar. Bir oyda hammasi tug'ib bo'ladi inshaalloh. Nima ma'lumot qolgan ma'lumotlar hammasini telefonda beramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha mashhur O'ptimcha qishlog'idamiz mana akalar. Mana sog'lom. Bir dona qo'chqori bor ekan, u qo'chqor sotilmaydi. Hozir qo'ridan chiqib ketib qoldi. Mana akalar. Sog'liqqa e'tibor beringlar. Oyoq qo'lini uzunligiga, gavdasiga. Xo'p, buni bo'ylari kichkinasi 80, kattasi 85 bo'yi. Faqat boqish kerak xolos akalar. Mana akalar. Faqat boqish kerak. Bora arashana. Doraganda bor. Buni ortiqcha ta'riflash, ortiqcha maqtash shart emas. O'zi shunda ko'rganda qo'y boqadigan, qo'y tushunadigan akalar o'zi biladi. Bu ortiqcha bunga ta'rif shart emas. Hamma narsasi mana pullarning o'zlaring bilan qaytib ketadi. Mana shu qo'yni olsalar inshaalloh baraka topadiganda. Qo'yni qaranglar mana. Puli ham qimmat emas. Xohlasa arzon. Hop, bir joyga buni olaman degan akalarga narxi 6 million 200 ming so'mdan dastavkasi Samarqandgacha. Tanlab olishga pilis-milis kelishamiz. Qolgan ma'lumotlarni bemalol telefon qilib so'raverasizlar, telefonda aytilaveradi. Bitta ikkita olamiz, ikkita uchta olamiz degan akalarga ham xotirjam telefon qilaverasizlar, ateni syomka qilib beramiz. Mana akalar sog'liq. Ko'ringlar. Va hadib ham kelavermaydi bunaqa qo'ylar. Shuning uchun uspet qilib ulgurib qolamiz. Telefonsizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz, olamiz. Hadib ham kelavermayapti. Mana o'zlaring bilasizlar, yo'llar bir amallar kelyapmiz inshaalloh. Barakatli bo'lsin, davomiy bo'lsin. Mana akalar. Tanagadan, zo'ridan yuzlariga qaranglar. Birortasi bunaqa katta yosh katta emas. Bunaqa ortiqcha nima emas. Rasa kuchga to'lgan bu. Ana zo'r beradigan variant. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.